yoki siz ham Yahudiymisiz? Qayerga bermoqchisiz? G'azoga. Nimaga g'azoga? Obbo akbar aka, to'g'risi men sizni diniy tomondan bo'lmasa ham dunyoviy tarafdan ziyoli inson deb o'ylardim. Ammo adashganga o'xshayman. Nega bunday deganimni video davomida tushunasiz degan umiddaman. Endi birinchi masaladan boshlasak. Siz qo'ni-qo'shni va shahrimizda zakot olishga haqli odamlar bor dedingiz. Albatta bor, lekin nega ular bu ahvolga tushib qolganini ham o'ylab ko'rdingizmi? Mahallada million pul sarf qilib to'y qilamiz. Hashamatli uy quramiz. Lekin qo'shni bechora Ramazon kelishini, fitr sadaqa yoki zakotni kutib o'tiradi. Bu avvalo biz qo'shnining haqqini to'liq ado qilmayotganimizni va qayerdadir musulmonlarning haqlari paymol qilinayotganining belgisi emasmi? Buning g'azodagi bolalarga qanday aloqasi bor? Keyin siz oq qon bilan kasallangan bolalarni misol keltirdingiz. Alloh ularning barchasiga komil shifo bersin. Lekin e'tiborimni tortgan jumla o'zimizning bolalar degan ibora bo'ldi. Tushunmadim. Bolalarni ma'naviy tarafdan ham o'zimizniki va begonasi bo'ladimi? O'zimizniki deb odamlarga hissiy bosim qilishning keragi yo'q. Zotan aytganingizdek, mahalladagi oshchaning haqqini ado qila olmagan xalq qanday qilib g'azodagi bolalarga yordam qilsinki? Bolalarga kelsak, millati, irqi, rangidan qat'iy nazar, bolalar hamma yerda ma'sum, begunoh va himoyaga muhtoj emasmi? Ha, O'zbekistondagi bemor bolalarga ham yordam berishimiz kerak. Lekin go'yo ularga umuman e'tibor berilmayotgandek taassurot uyg'otishingizning ham keragi yo'q. Chunki 2024-yilgi 1-maydagi prezidentning PK 183-sonli qarori bilan onkologik, gematologik va immunologik kasalliklarga chalingan bolalarning davolash bo'yicha juda katta davlat dasturi yo'lga qo'yildi. Davlat dori-darmon, qimmat operatsiyalar, suyak ko'migi, transplantatsiya, hatto zarur bo'lsa xorijda davolanish xarajatlarini ham qoplashni o'z zimmasiga oldi. Bundan tashqari O'zbekiston Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bolalar saratoni bo'yicha global dasturiga ham qo'shilgan. Endi 3-masala. Siz terror tashkilotlarini tilga oldingiz. Ha, begunoh odamlarning tinchini buzayotgan terror tashkilotlari bor. Buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin nega shu gapni aytayotganingizda Isroilning G'azoda qilayotgan qirg'ini, minglab begunoh bolalar va ayollarni o'ldirayotganini haqida bir og'iz ham gapirmadingiz? Nega bu terrorni amalga oshirayotgan sionist terroristlarni e'tirof qilmadingiz? Yoki siz ham Yahudiymisiz? Oxirgi savolimdan xafa bo'lmang. Sizdan Yahudiymisiz deb so'rashimdan maqsad bor. Siz albatta yo'q, musulmonman deysiz. Unday bo'lsa, bir musulmon sifatida sizga ham bir moddani eslatay. Yaxshilab eslab qoling. 107-sura 2 va 3-oyatlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.